Gap yo'q. Bu endi o'rtoq, sendan zo'r o'yingani yo'q. Bilasan o'rtoq. Ertaga zo'r o'yin bor ekan. Katta pul o'ynar ekan. Tashkillashtiraymi? Gaplash, boramiz. Yana o'ynaymizmi? Endi nima yetishgan? Men mashina, men bu uy. Uyingdan hech narsa olib chiqib ketmaysanmi? Yo'q, erkak bitta gapiradi. Partiya ukam. Uy ham, mashina ham ketdi. Oston bilan bolalar boradi. Hujjatlarni hammasini to'g'rilab bergan. Uydan oilam bilan onamni olib chiqaman. Hamma hujjatlarni qilib beraman. Iya. Uydan hech narsa olib chiqib ketmayman deding-ku, erkak. Xormisinlar. Butun shahar taniydigan professionalli igrok sizni kuningiz shu yosh bolalarni yutishga qopti-da. Shunchalik zo'r ekansiz. Qani bir qo'l o'ynaylik. Agar siz yutsangiz, hozirgi shu yutib olgan narsalaringizni 2 barobar qilib to'layman. Agar men yutsam, shu boladan yutgan narsalarini qaytarasiz va bilyard sportini qimorga aralashtirmaysan. Bo'ldi. Boshladik. Menga qara. Endi butun umr mendan qarzdorsan. Sal qolganda onang bilan oilangni boy berarding. Qulog'ingga quyib ol. Bilyard o'yini sport. Qimor o'yini emas. Ukam, jiyaning bilyard o'ynayapman deb, bilyardda qimor o'ynab yurgan ekan. Sen butun shaharni taniydigan ukamsan. Iltimos, jiyaningni shu yo'ldan qaytarishga yordam ber. Tushundim. Ertaga senga bitta ish bor. Bo'ldi. Sen ertaga igrok o'rtog'ingni bilyardga olib kelgan. Katta o'yin bo'lyapti-da. Tushundim, tog'am. Rahmat sizga. Ikkinchi bu qimorni ko'chasiga yaqinlashmayman. So'z beraman.